Assalomu alaykum aziz Bekobodliklar, mana bizni albatta svetoforimiz ko'rib turganlaringizdek, lekin fuqarolardan, tanish bilishlardan murojaat kelib tushyapti bizga. Mana yo'llari o'nqir-cho'nqir dabdala bo'lib yotibdi. Mashinalar bir-biriga urilib ketdi deb o'tish holatlari bo'lyapti deb murojaatlar qilyapti. Bekobod shahar mutasaddilaridan, mana shu yo'llarga mas'ul kishilardan iltimos qilib so'raymiz. Mana shu yo'llarni chiroyli qilib, mana mashinalar mana shunligidan o'tyapti mana. O'nqir-cho'nqir yo'ldan majbur. Nariyoqdan yuraman desa bir tarafi tushib ketadi. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek nihoyatda bir bahaybat chuqur turibdi. Bitta tushsa vilkasi yo boshqa joyga sinib ketadi. Keyingi avtomobil agar uriladigan bo'lsa, avariya holati. Mana bu yerda qaranglar, mana nihoyatda chuqur joylar. Bekobod shahar mutasaddilaridan, mana shu yo'lga mas'ul kishilardan yuzlab, minglab mashina o'tadigan shoh ko'chamiz, ya'ni shu svetoforimiz atrofini chiroyli qilib asfalt qilib berishlarini so'rab qolamiz. Faqat shu yer emas, nariyoqqacha mana shunaqa chuqurchatir bo'lib yuribdi. Mana avtomobilni ko'rib turibsiz, o'tayotgan avtomobil chekkalab o'tyapti. Iltimos, mana bu avtomobilni ham qaranglar, mana shu g'idir-bidir yo'llardan yuryapti mana. Mana nariyoqqa qarab yursak, mana albatta yorug'da ko'rib turibmiz hammamiz. 10, 15, 20, 30 santimetrlik chuqurlar ham bor. To'g'ri, bu yerda qurilish hali yakuniga yetgan yo'q. Hech bo'lmasa bir tarafini chiroyli qilib bersa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Oldindan rahmat aytamiz Bekobod shahar mutasaddilariga. Salomat bo'linglar. Lekin svetoforimizni chiroyli qilib, tagini asfalt qilib berdi mana. Bu yog'ini ham qilib bersa, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Rahmat e'tibor uchun, salomat bo'lasizlar.